yilgi Chevrolet Menlo zamonaviy dizayn va elektr texnologiyalarini birlashtirgan yangi avlod crossover sifatida taqdim etiladi. Ushbu model shaharda qulay harakatlanish, uzoq masofada tejamkorlik va ekologik tozalikka katta e'tibor qaratilgan holda ishlab chiqilgan. Menlo tashqi ko'rinishida silliq aerodinamik chiziqlar, yopiq old panjara va LED yorug'lik elementlari bilan kelajak ruhini aks ettiradi. Past joylashgan akkumulyator platformasi avtomobil barqarorligini oshirib, haydash paytida ishonch hissini beradi. Bu avtomobil yosh haydovchilar va oilalar uchun birdek mos keladigan universal yechim bo'lishni maqsad qilgan. Salon ichida keng va yorug' makon yaratilgan bo'lib, sifatli materiallar va minimalistik dizayn ustunlik qiladi. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekrani barcha boshqaruv funksiyalarini oson va tezkor qiladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi kundalik foydalanishda qulaylik yaratadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Orqa qatordagi oyoq joyi yetarli bo'lib, yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar uchun moslashtirilgan. Ichki yoritish tizimi turli ranglarda sozlanib, kechki paytda yoqimli muhit hosil qiladi. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Menlo to'liq elektr dvigatel bilan jihozlanadi va bir zaryadda taxminan 400 kilometrgacha masofani bosib o'ta olishi kutilmoqda. Tezkor zaryadlash funksiyasi qisqa vaqt ichida batareyani muhim darajada to'ldirish imkonini beradi. Elektr dvigatelning jim ishlashi shaharda sokin haydash tajribasini ta'minlaydi. Bir nechta haydash rejimlari mavjud bo'lib, ular energiya sarfini optimallashtirish yoki sportcha tezlanishni tanlash imkonini beradi. Qayta tiklanuvchi tormozlash tizimi esa zaryadni tejashga yordam beradi. Xavfsizlik masalasi ham e'tibordan chetda qolmagan. Menlo adaptiv cruise nazorati, favqulodda tormozlash tizimi, yo'lakni saqlash yordamchisi va kor nuqtani aniqlash kabi zamonaviy